eshitib ko'ring. Bitta narsa so'rasam xafa bo'lmaysiz? Mayli, so'ring. Hozir telefonda siz eringiz urishibdimi? Ha. Men to'g'risi har kuni 60 mingdan non sotgan chiqaman. Endi ertaroq sotsam qanday pul bo'ladi deb ertaroq chiqqandim. Kirlarni yuvib, meni dastmol qilmabman. Shunga ozgina urish berdi. Shunga shunchalikmi? Qanaqa erkak o'zi eringiz? Shunga ham urish kerakmi? Unaqa demang. Oilamizni sultoni axir. Ular bo'lmasalar bo'lmaydi. Axir ularni sizlarningmi? Men umuman boshqa narsa haqida gapirmoqchiman. Ushbu videoni ustiga o'tgan asrning oddiy ayoli deb yozib qo'ygan. Bu videoga 50 mingga yaqin odam like bosgan va mingga yaqin odam kommentariy qoldirgan. Hozir bunaqa ayol yo'q deb. Men savol bermoqchiman. Shu 50 mingga yaqin like bosgan odam, mingga yaqin kommentariy qoldirgan odam, sizlar qayerdansizlar? Qayerda qolmadi bunaqa ayollar? Biz tomonlarda ayollar, balki yosh kelinlarning 90% dan oshig'i ham xuddi shu ayol kabi fikrlaydi. Siz qayerdansiz? Qayerda oilalar bunchalik qadrsiz bo'ldi? Agar biz ayollarimiz o'tgan asr ayollari bo'ladigan bo'lsa, men iltijo qilib so'ragan bo'lardimki, yangi asr kelmasligini.